Bu reklama qilinayotgan narsalarni to'g'ri yo'lda foydalanishinglarni so'rab qolamiz. GPS navigatorlarni yengilaridan olib kelganmiz. Ko'ryapsizlarmi? Kichkina, ixchamga, tangadek keladi. Bekitish ham oson, lekin blok qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bolalarning papkasiga yokida o'zingizni barsetkangizga ham ilib qo'ysangiz bo'ladi, yo'qolib qolmasligini oldini oladi. Xohlasangiz plastik ko'rinishda ham bor. Telefonga ulash juda ham oson. Bunisini zaryadkasi 2 oyga yetadi. Besprovodnoy zaryadka orqali yana quvvatlantirib ishlatsangiz bo'ladi. NFC funksiyasi ham bor. Bularniki bo'lsa batareykali bo'ladi. Bitta batareykasi 12 oyga bemalol yetib beradi, ya'ni 1 yilga. iPhone'ning lokator funksiyasi orqali ulanadi. Chetida knopkasi bor, bosib turiladi. Bosib turganda ovoz chiqadi, ko'rdinglarmi? Добавить вещиga bosiladi. Tagida kichkina ko'k yozuvga bosiladi. O'sha sirazi qidiryapti. Topdi. Yoki bo'lsa xohlagan narsani yozib qo'yasizlar, adashib qolmaslik uchun. Biz yozdik. Yoqqa bo'lsa stiker qo'yamiz. Bo'ldi. GPS navigatorimiz ulandi, tayyor. Endi buni o'zingizlarning fantaziyalardan kelib chiqqan holatda xohlagan joyga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham ixcham. Ulanishini ko'rdinglar, oson, 1 minutga qolmasdan ulab qo'ydik. 3 xil ko'rinishi bor. Qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Dastavkamizda butun respublika bo'ylab.